Nega o'chib qoldi? La'nat ishlasangchi. Ferka, keldingmi? O'zimni uyimda ozgina qo'rqdim va tezda sen uyingga kelishga qaror qildim. Ahvoling yaxshimi? Ha, super. Sen bilan gaplashganimizga 5 daqiqa bo'ldi. Nima, teleport qilib keldingmi? Sen buni ko'rganingda edi. Bu juda g'alati narsa edi. Ha, mayli. Men juda tez kelganim uchun ancha chanqaganman. Tezroq suv ber. Sekiroq to'kib ichyapsan. Yana tinchlan, o'tirib ol. Tushunishimcha ozgina emas, yaxshigina qo'rqqanga o'xshaysan. Yo'q, aslida mendan qo'rqish kerak. Suv ber yana. Ha, sendan qo'rqish kerak. Uyimdagi suvni tugatib qo'yishing mumkin. O, dahshat, suv qolmabdi-ku. Juda ham ko'p suv ichyapsan, o'zi aslida. Alo. O haliyam qarshimda turibdi. Men juda qo'rqib ketyapman. Nima qilishim kerak? Yozuvlarni o'qi. Nima qilishim kerak? Alo. Menga yana suv ber. Meni suv ichkim kelyapti. Men suv ichaman. Menga suv ber. Biror nima yemaysanmi? Snickers yema.